Assalomu alaykum qadrdon muxlis, sizlar bilan Uz Extreme va Donghua tahlil kanali. Kanalda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, tayyor bo'lsangiz bugungi videorolikni boshladik. Osmondagi janglar kelasi epizodlarda bizni nimalar kutmoqda? 188-qismda Pok Lotus, ya'ni Iblis Lotus alangasi haqida tanishtiriladi. 189-qismda esa 6 yulduzli Hab minorasi rahbari Xiao Chen bilan tanishuv. 190-qismda bizni asl iblis olovini tozalash va iblis olov manbasini qo'lga kiritish kutmoqda. 191-qismda 5 yulduzli Doshen darajasiga ko'tarilish. 192-qismda ruhlar zali samoviy qasr ittifoqiga 100-100 jang kutmoqda. Bu sahna menga qiziqarli tuyuldi. 193-qismda ruhlar zalining ustasi va nihoyat o'ldiriladi. 194-qismda soxta 6 yulduzli Doshen Xiao Yan samoviy olov bilan qo'shilishi hisoblanadi. 195-qism Shimoliy Ajdar podshohini o'ldirish. 196-qism 9 sirli oltin chaqmoqni qo'lga kiritishdir. 197-qismda Yao klani tibbiy marosimida ishtirok etish, ya'ni Hab marosimida. 198-qism 9-darajali alkimyogarlar jangi. 199-qismda Yao klanini yo'q qilish urushi. 200-qismda rang-barang halokatli olov lotusining sarguzashtli qo'shilishi. 201-qismda sirli 9-darajali dori yutilishi, ya'ni Habni o'shanda 9-darajali Habni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 202-qismda Gu klani 3 ta o'lmas paydo bo'lishi. 203-qismda 6 yulduzli Doshen darajasiga ko'tarilish, ya'ni Xiao Yan mana shunda 6 yulduzli Doshen darajasiga erishadi. 204-qism imperatorning ko'zgudek ruhini yaratishdagi yutug'i. 205-qism ruhlar klani, ya'ni Hun Tiandi bilan uchrashuv. 206-qism 3 klanning qadimiy nefritini o'g'irlanishi, ya'ni 3 ta klandan qadimiy nefritlarni o'g'irlanishi. 207-qismda samoviy qabr tog'larida otani qutqarish. Ya'ni mana shu qismda Xiao Chen, ya'ni Xiao Yanning otasini qutqarilishini ko'rishimiz mumkin ekan. 208-qism 7 yulduzli Doshen Xiao Yanning Jinan akademiyasiga qaytishi va 209-qismda qadimiy imperator Toushe g'orining ochilishi. Va mana shu bilan osmondagi janglar Donghuasi shu yerda tugaydi va maxsus qismlari boshlanadi. 210-qismda 9 yulduzli Doshen cho'qqisidagi Ju Kun. 211-qismda esa eng yuqori sifatli imperator dorisi Dodi dorisi uchun kurash ketadi. 212-qismda ruhlar imperatori Hun Tiandi Dodiga aylanishini ko'rishimiz mumkin va 213-qismda qadimiy imperator merosini qabul qilish va Dodi bo'lishi, ya'ni Xiao Yan mana shunda qadimiy Toushe imperatorining merosini qo'lga kiritib Dodiga aylanadi. 214-qism ikki imperator Dodilar o'rtasidagi haqiqiy jangni tomosha qilishimiz mumkin va 215-qism Hun Tiandini muhrlab qo'yish, ya'ni uni o'ldirish desak ham bo'laveradi. Shu bilan osmondagi janglar Donghuasi, buyuk hukmdor Donghuasi davom etadi. Sizlar bilan Uz Extreme hamda Donghua tahlil kanali kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Banana TV platformasida ushbu Donghuani kuzatib borishni unutmang.